Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana bugun 2025-yil 28-noyabr, hozir mana soat 9 atrofi. Bugun qisqacha videoyim sizlarga sug'orish sistemamizni bir nimalarini, motorlarini, truba u bo'lmalarini xudo xolisa ko'rsatib o'taman. Obunachilarimizga qiziqgan bir ko'rsatib o'ting, qanaqa sug'orish sistemalaringiz, motorlaringiz qanaqa, filtrlar qanaqa, trubalar qanaqa deb aytishgan ekan. Hozir xudo xolisa bugungi videoyim shu trubalar bo'yicha. Mana ko'rib turganinglar, yana samolyot kelib videoni buzyapti. Hop. Mana bu yer tagidan turba chiqqan. Bir 6 metrlari 7 metr qoqilgan yer tagiga turba. Bizning tarafda suv yaqin. Oldin samolyot o'tib ketsa endi. Oldin 3 metrdan ham suv chiqardi bizning tarafda, keyinchalik anaqalar domla ko'payib ketgandan keyin yer tagidan suv tortib chiqazib qo'yadigan bo'ldi. Katta turbalarda yer tagidan suvlarni tortib chiqazib qo'yapti hozir. Sergilikda shuni hisobiga 2-3 metr suv pastlab ketdi mana. Betlardan. Tinmasdan oqizib qo'yadi. Yer tagida suv tortib shuni hisobiga ham suv ancha pastlab ketdi. Oldin 3 metr qazisak suv chiqardi. Hozir 5 metrdan suv chiqyapti-da. 5 metrdan. 5 metrda suv chiqyapti. Bir 6 metr, 7 metrda tortsa bo'ladi bemalol, xudo xolasa. Qisqasi, shu mana shu 50 talik turba qoqilgan, 50 talik turba qoqilgan, keyin tepasiga kallasiga mana 76 talik, 75 talik o'sha anaqa qilingan. Turba ulangan, ko'rinib turibdi, o'zi tepasi ishgan, semirgan. Xo'sh, bunimiz mana pompa motorimiz 7 ot kuchligi. Og'zi chiqish kirishi ham 76 talik. Benzinda ishlaydi. Anaqasi. Xo'sh. Shu anaqalari. Buni ko'pchilik biladi. Dehqonchilik qilib nima qiladiganlar. Bozorlardan sotyotadi. O'sha hadavoya eng ko'pchilik oladigani mana shu 7 ot kuchli 76 talik mashina. Mashina o'rnatganmiz. Buni soatiga 50 tonna suv chiqazib beradi deb yozib qo'yibdi. Anaqasiga, yonidagi berkasiga yozib qo'yibdi. Soatiga 50 tonnagacha chiqazib beradi degan. Lekin bu joydan unaqa 50 tonna chiqazmaydi. Bu endi hali bemalol ariqqa tashab qo'yadi buni o'zi ko'pchilik. Ariqdan shunday yengilgina fitillatib tortib bersa, ana o'shanda tortib berishi mumkin. Bu lekin butdan kuch bilan tortib oladi onda. Turbaning ichidan, teshiklardan, orasidan qiynalib tortadi deb bir. Va uni ariqdan tortib olgandan ko'ra farq qiladi bu. Ariqdan shunday yengilgina ariqdan olib bu tepaga ozginagina 1 metr 2 metrga otib bergandan ko'rasi bu turbadan tortgani ancha farq qiladi. Qisqasi motorimiz shu. Motorimizni mana bunaqa rezina ishlangan bilan ulaganmiz temirga. Bular ham bir qiziq bo'ladigan bo'lsa, endi o'zi shu video shu bo'yicha o'zi. Mana amyog'ini xomut bilan qotirib qo'yganmiz. Ikkita xomut qotirib qo'yganmiz havo tortmasligi uchun. Bu prosta turibdi, bo'sh bu. Mana bu yerdan ikkita xomut bilan qotirganmiz. Bu yoqdan ham bitta xomut bilan qotirib qo'yganmiz. Bo'ldi. Mashinamiz hozir havo tortmayapti. Misol uchun bugun o'chirsam, men misol uchun kech payt o'chirsam, ertalab kelsam, ertalab nimamda suv turadi. Havo tortmagan hisobiga mashinada shunday suv turadi. Buni yoqaman, var etib chiqazib beraveradi. Agar havo tortsa, unaqa qilsa ham kam ketadi. Keyin mana bunimiz bu EcoFlat degan shlangi, EcoFlat. Turba bo'lib turba emas, shlanka bo'lib shlanka emas, plasmasdan sal bukiluvchan varianti ekan. Internetlarda ko'rib ozgina naqillik, keyin o'zi ko'p ma'lumot ham ololmadim. Keyin
do'konga borsam yaxshi degandi, oluvdim. Menga yoqmadi. Lifelet yaxshi ekan. Lekin narxi bo'yicha bu zo'r. 10 ming degan metri, Lifeletlar 18 ming, 20 ming, 24 ming. 10 ming degan metri. Endi do'konchilar va zo'r qilib aniq qilganiga ishonib oldim. Lekin bo'ladi, ishlatsa, lekin menga yoqmadi. Bukilib qolaverishlari, bunaqa o'tbetdan bukilib qolaverishlari, shunaqalarni yoqmadi. Keyingisi mana shundan kelgan, bundoq chiqqan. Chiqqandan keyin bu yoqda bunaqamiz bor, kranimiz bor. Kranimiz bor. Bu kran nimaga? Mana bizda hozir ikkita motor bor. Bittasi anaqa tokli motor, bittasi benzinli motor. Bu tok bormagan joylarda ham bemalol qilaverasizlar, bunaqa variantda. Bizda tokimiz ham bor, benzinligimiz ham bor. Ikkalovini ham ishlatamiz. Hozir bu yoqdan naryoq dalamiz boshidan tokli motorda suv keladi. Bitta anaqa chiqadigan qo'shilib ketadi-da. Yozlarda tok o'ynaveradi. Bizda juda unaqa tok yozlarda otib olaveradi, tok 220 volt nimasi. O'shanga tokli aniq qilmaganda buni ishlatamiz. Buni ishlatamiz. Shu kran shunga. Bunday kelib bu yoqdan kelgan, bu o'chiqtirganda bu yoqdan kelgan suv bu yoqqa o'tib ketmasligi uchun deb o'tga bitta kran qo'yganmiz. Atak o'zi shart emas ekan, agarda bunaqa aniq qilsanglar, bu o'tga kran shart emas ham. Sababi bu anuni pompani o'zi anaqasi qaytib ketishi yopiq turibdi, deyarli o'tib ketmayapti, hisob o'tmaydi. Bu shart emas ekan, shuni aytib qo'ying. Endi bu agarda sizlarda bunaqa motor bo'lmasa, bu yoqdan qo'shimchasi bo'lmasa, pravoy o'zi shu bitta mashina o'zi bo'lsa, buni o'rnatsanglar, keyin bam yog'iga aniq qilsanglar bo'ladi. Dori aniq qiladigan, dori jo'natadigan. Hozir tokligimnikini ham ko'rsataman. Sababi hozir dorilarni qanaqa berishlarini ham ko'rsatish kerak. O'shaning uchun hozir bu mana kran o'rnatsanglar, bu yoqiga filtr deman. Injektor o'rnatsanglar, dorilarni shu yerdan jo'nataverasizlar. Hop. Keyingisi mana bundan keyin filtrimiz. Bu filtrni necha kub deb berganda, hozir kattasida, mashinaga kattasi. Hozir anaqasi esimdan chiqib qoldi-ya. Necha kubligi. 1 soatda degan 1 soatda 20 kub suvmi, 15 kubmi, shunaqa 20 bo'lsa kerak, adashmasam. Hozir esimdan chiqib qoldi. Bunaqasi ham yozmagan ekan. Qisqasi mashina motorlarga to'g'ri keladiganida. Hozir mana bu ham 76 talik, mana ko'rib turganlaringizdek samolyotdan ezib yuboradi, diqt qilib yuboradi shunday. Videoni belgitib. Keyingi videoda qo'yaman endi anaqa tokliknikini hozir. Qisqasi mana filtr, mana shu filtr. Filtr bo'lmasa, anaqa qilib birpasda to'lib qoladi. Buni shu 20 kublik bo'lsa kerak, 20 kub. Soatiga bir 20 tonna suv filtrlab bera oladi. Hozir ichida filtrni olib tashlaganmiz. Chunki uje anaqani oxiri nima deydi, mana kuzku hozir. Anaqani uje shlankalarimiz to'lsa ham farqi yo'q deb, davleniya balandroq bo'lsin deb filtrni olib tashlaganman hozir. Ichida filtr yo'q. Keyin filtrni har kuni tozalab turishingiz kerak-da, har yoqqaninglarda. Har kuni ba'zan 5 soat 6 soatda ham to'lib qolishi mumkin. To'lib qolsa davleniyani pasaytiraveradi. Keyin shu bunda chiqqanda, filtrdan chiqqandan keyin endi bizda bu yoqdan ham kelayotgan anaqa nima bor? Ota nima edi? Turba bor. Tokdan kelayotgan, tokli motordan. O'shaning uchun mana 2 yoqqa qilib quvur anaqasi tili qilib 2 yoqqa ketadigan qilganmiz. Bu yoqga ham ketaveradi, bu yoqga ham ketaveradi. Mana o'shanga mana shu ikki filetlarni xomutlar bilan qotirib chiqqanmiz. Manbalarini bunikini fumlenta deydi, o'shalar bilan qotirganmiz buni. Yo'qmasam shu suv anaqa qilaveradi. Xo'sh, bundan keyin teshilib qolsa boshqa bo'lsa, oddiy kanalizatsiya turbasi bor-ku, 76 talik.
O'shaning ichiga tiqib, bundoq ulab, xomut bilan qotirib qo'yaverasizlar. Shunaqa ekan. Buni o'zi отдельно anaqa ulaydiganlari yo'q ekan. Qoyil qoldim. Keyin undan keyin mana shu turbaga chiqqandan keyin bu suvli turbaga chiqqandan keyin mana shunaqa kirallarni o'rnatganmiz. Bu yerda donasi 3400 so'mdan, 3600 so'mdan oldik mana shunaqa kiran. Eronni kelgan. Kiranlar ham har xillari bor. 5 millik 5 milliklari bor, 5,5 millik. Bu 3600 so'm shunaqadan oldik. Bo'ladi. Bir go'r hammasi, 5 milligi ham, bunisi ham hammasi bir go'r. Bizilaveradi. Kapilnigi ham anaqasi bir go'r. Rossiyskiymi, Xitoynikimi, O'zbeknikimi, hammasi anaqasi bir xil. Bu Rossiyaniki unaqa deydi. Suvni masa filtrlab, tozalab bermasa bir teng. Bu anaqasi Rossiyaniki ishlatadimi? Qozonnikini desam, Eronnikini ishlasam farqi yo'q. Hammasi shu tiqiladigan tiqilaveradi. Men hech farq sezmadim. Nabrot shu o'zimiznikini ishlatyapman. Yaxshi, Xudoga shukr. Bo'pti. Arzon 250 so'mda o'zimizniki. Mesni. Eronlarniki qimmat. Eronniki ham arzonroq, Xitoyniki ham arzonroq. Rossiyaniki qimmat. Ya'ni Isroildan keladigan o'shalar firmalarniki qimmat. 380 minglardan sotishadi, 400 mingdan. Nima keragi bor? Bir xil ishlayapti baribir. Ishlashi bir xil. Qisqasi mana shu shunda chiqadi, turbadan kirarlar ketgan. Kirarlarga ishlangan ulaganmiz. Mana orasini o'zingizlar xohlagancha teshib olaverasizlar. Yana video qilib joylayman, xudo xolasa. Hozir ozgina nima bo'lib qoldi. Endi xolasa tokli motornikini ham uniki boshqacharoq. Bu eng sodda usulda. Liboy daraning o'rtasida ham bemalol qilib ketaverasizlar bunaqa kapilni sistemani.